Tatar biolog professor Abdullah Abbas Xitoyning yig'ilish lagerida tutib turilayotgan ziyolilarning biri bo'lib, yaqinda uning lagerdan qo'yib berilib, uzun o'tmayla qazo qilganligi xabar qilingan. Egenlishçe Abdullah Abbas Tataristan Fenler Akademisining chet ellik a'zosi va Xitoy Kompartiyasi a'zosi bo'lib, 9 kitob va 100 dan ortiq ilmiy maqolaning avtori. Uyg'ur harakatining ijroiya mudiri Rushan Abbas Twitterda Abdullah Abbasning vafot bo'lganligi xabarini bayon qilib mundaq dedi. Universitetning biologiya fakultetidagi o'quvchim Abdullah Abbas apandining olamdan o'tganligini anglab bek azoblandim. Bu Xitoy jazo lagerlaridagi tasvirligisiz dahshatlarga bardoshlik bergan va oxir qo'yib berilgan bo'lsa-mu, lekin ruhiy va jismoniy qiyin-qistoqlarga bardoshlik berolmadi. Biz Uyg'urlar duch kelgan ziyonkashlikni oshkorlab, fojialik holda hayotidan ayrilganlarga adolat talab qilishimiz kerak. Xitoy yaqinda Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatning, xususan Yaponiya xalqining ko'zini bo'yash uchun atalmış Yaponiya shahar aholilarining Xinjiang safar nomida tunji turkumdagi yaponiyaliklarni Sharq Turkistonning Urumchi, Turpan, Korla, Kuchar qatorliq ko'plagan shaharlarni orqa-orqadan ekskursiya qildirgan. Xitoy mazkur ziyoratni Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilikni xalqaro jamiyatdan yoshirib, ko'z bo'yashdan iborat razil maqsadda tashkillagan bo'lib, atalmış ziyorat o'mki ichidagi bir yaponiyalik sayohatchi Xitoyning o'rinlashtirgani bo'yicha bu qitimki safar oxirlashgandan keyin ijtimoiy taratquv orqali o'z ko'zim bilan ko'rgan faktlarni namoyon qilib, texmi ko'p kishiga haqiqiy Xinjiangni tushundirman degan. Yaqindan buyon Xitoy hukumati Uyg'urlarning tarixiy va madaniyat meroslarini o'zgartirish yoki xitoylashtirish maqsadi bilan Qashqarda sayohatni madaniyat bilan birga taraqqiy qildirish, Qashqarni strategik savdo markaziga aylantirish degandek nomlar ostida zo'r qurilishlarni qurishga boshlagan. Qashqarni qadimdan tortib Xitoy zimini va Qashqarni Xitoy madaniyatining bergan ozuqligida borliqqa kelgan shahar deb tashviq qilishga boshlagan. Turkiyada nashr qilingan Qashqar tarixi nomli kitobning avtori Turkiya Hoji Bayram Veli universitetining professori, tarixchi Konur Alip Erjilasun efendi bu vaqtda fikr bayon qilib, u Qashqarning qadimdan tortib Xitoy tuprog'i deyish tarixiy faktlarga butunlay zid ekanligini ilgari surdi. Amerika bilan Gollandiya bu yil yozdan boshlab o'zak ishlab chiqarish aslahalarini Xitoyga eksport qilishni texnik qattiq cheklashni qaror qilgan. Gollandiya o'zining bu sohadagi danglik avangard shirkatlaridan ASML va boshqa shirkatlarning Xitoyga ba'zi o'zak ishlab chiqarish aslahalarini eksport qilishni cheklashni planlayotgan bir vaqtda, Amerika ba'zi nuqtali Xitoy shirkatlarining Gollandiyadan o'zak asboblarga erishishiga texnik keng cheklama qo'yishga kirishayotganligini bildirgan. Germaniya mashina ishlab chiqaruvchisi Mercedes-Benz Xitoyga texnik ko'p mablag' selishni planlaganligini, bu orqali shirkatning Xitoy-Germaniya hamkorligiga to'p qo'shilganligini e'lon qildi. Mercedes-Benz o'zining Xitoydagi savdo tijoratiga davomli sodiq ekanligini, Xitoyning avtomobil sanoatining taraqqiyotiga aktiv to'p qo'shishni planlaganligini bayon qildi. Uningdan boshqa bu shirkat Xitoydagi tadqiqot va taraqqiyot faoliyatini ilgari surish va shu yerdagi tadqiqot guruhining sonini oshirishni planlaganligini bildirdi.